Ay boshim. Boshing yaxshimi? Nima bo'ldi o'zi? Ko'p deydi boshing hozir. Eslolmayman. Eslolmayapsanmi? Mana qara, oldingi futbolda men senga to'lib yubordim. Eslayapsanmi shuni? Eslolmayman. Bo'lmasa hozir menga to'lib yuborasan sen. Boshimga ko'pda teggandan beri oldi berdilarni eslolmayapman. Ha endi chiviroz bo'lib qolibsan-da o'rta. Tushundimmi? Yo qachon olgan 500 mingni qaytarib berasan menga? Tat qilingni. 500 ming berib keyin berib yuboraman. Men ol, yo'qol, jo'la bu yerda. Menga qara, hozir pul berganing esyapsan menga? Pul berdimmi? Eslolmayman. Ha, eslolmaysan-da, menga bergan yo'q. Men senga 500 ming berdim. Hozir qaytar. Ertagini eslolmayman deb yurasan. Qulab ketaman 500 mingga. Aka polni bak bo'ldi. Sizlarda 290 ming bo'ldi. Menga qara, o'tgan kuni 290 ming oldim. Ber o'shani. Qachon oldim? Eslolmayapman. Men shunaqasan deb pul olib endi jinini yo'q, menga eslolmayman deb ber hozir. Xafa bo'lmagin. Ko'pda teggandan beri ko'p narsani eslolmayapman. Ishqilib hali beri tuzalmasin deb qiladigan ishlarim ko'p. Mana shu to'kili. Yo'q hozir. 1 million bo'libdi. O'rtoq, shunda to'lib mashina chiqib berib yuboraman ko'chaga. Naqd pulim yo'q, plastik o'tadimi? Ha, o'tadi. Men olib kelib oling. Kodi necha? Ha, nechi? Kodimi? Esimda yo'q.